Siz gunohning ta'mini bilasizmi? U avvaliga qo'rquv kabi sovuq. Vujudingizni muzlatib, aqlingizni karaxt qiladi. Lekin keyin u olovga aylanadi. Yillar davomida uyquda yotgan ayollik g'ururingiz uyg'onganda, yoshingiz 45 ta bo'lsa ham, tanangiz 18 yoshdagi qizdek titrab, yana deb yolvorganda, siz endi avvalgi ona bo'la olmaysiz. O'sha tunda qizim uzoqda xizmat safarida edi. Uyda faqat men va kuyovim Temur qolgandik. Uning qo'llari qo'limga tekkanda, men jahannam va jannat o'rtasidagi ingichka ipda edim. Uning siz ona emas, go'zal ayolsiz degan pichirlashi mening butun hayotimni ostin-ustun qilib yubordi. Bugun men sizga o'z gunohimni, o'z baxtimni va o'z fojiamni aytib beraman. Hukm qilishga shoshilmang. Avval tinglang. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Zuhra. Yoshim 45 ta. Tashqaridan qaragan odamga men o'rta yoshli, hayotning pasbalandini ko'rgan, og'ir bosiq ayoldek ko'rinaman. Erimdan ajrashganimga ancha yillar bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani tishimga qo'yib, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. U mening nafasim, hayotimning mazmuni edi. Uni yaxshi joyga, munosib insonga uzatish mening eng oliy maqsadim edi. Va Xudoga shukr, bu orzuim ushaldi. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Temurga turmushga chiqdi. Temur kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizimning tanlovidan quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, zamonaviy qarashlarga ega yigit. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening hurmatli kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan, soyada turadigan, oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida, mening keng va huvillagan hovlimda yashab turishdi. Temur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, o'z xonasida kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi, kechgacha bankda band bo'lardi. Uyda ko'pincha men va Temur yolg'iz qolardik. Bu yolg'izlik avvaliga menga noqulay tuyulardi. Men oshxonada kuymalanar, u esa o'z ishlari bilan band bo'lardi. Lekin devorlar qanchalik qalin bo'lmasin, bir uyda yashayotgan ikki insonning energiyasi baribir to'qnashar ekan. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Zuhra. Yoshim 45 ta. Tashqaridan qaragan odamga men o'rta yoshli, hayotning pasbalandini ko'rgan, og'ir bosiq ayoldek ko'rinaman. Erimdan ajrashganimga ancha yillar bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani tishimga qo'yib, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. U mening nafasim, hayotimning mazmuni edi. Uni yaxshi joyga, munosib insonga uzatish mening eng oliy maqsadim edi. Va Xudoga shukr, bu orzuim ushaldi. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Temurga turmushga chiqdi. Temur kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizimning tanlovidan quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, zamonaviy qarashlarga ega yigit. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening hurmatli kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan, soyada turadigan, oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida, mening keng va huvillagan hovlimda yashab turishdi. Temur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, o'z xonasida kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi, kechgacha bankda band bo'lardi. Uyda ko'pincha men va Temur yolg'iz qolardik. Bu yolg'izlik avvaliga menga noqulay tuyulardi. Men oshxonada kuymalanar, u esa o'z ishlari bilan band bo'lardi. Lekin devorlar qanchalik qalin bo'lmasin, bir uyda yashayotgan ikki insonning energiyasi baribir to'qnashar ekan. Asta-sekin bizning oramizdagi rasmiyatchilik devori dars keta boshladi. Tushlik paytida yoki kechki payt qizim kelishidan oldin choy ichib o'tirganimizda suhbatlarimiz ko'paydi. U men bilan har xil mavzularda gaplashardi. Yangi chiqqan kitoblar, dunyodagi voqealar, hatto mening yoshligim, orzularim haqida ham so'rardi. Uning qiziqishlari shunchaki xushmuomalalik emas, balki samimiy ekanini sezardim.
Zuhra opa, siz juda aqlli ayolsiz. Dilnoza sizga o'xshagani uchun ham uni sevib qolganman, derdi u ba'zan menga tikilib. Ammo vaqt o'tgani sari uning nigohlarida qaynonaga bo'lgan hurmatdan boshqa mutlaqo begona va xavfli bir uchqun paydo bo'layotganini seza boshladim. Unda yosh yigitning yetuk, tajribali, ammo hali ham jozibali ayolga bo'lgan yashirin qiziqishi bor edi. Bu qarashlar ostida men hijolatdan qizarib ketardim, qo'llarimdagi piyola titrab ketardi. Ammo yuragim, mening yillar davomida muzlab yotgan yuragim allaqanday shirin, unutilgan titroqni his qilardi. Axir men ham ayolman. Erkak zotidan uzoqlashganimga, mehr ko'rmaganimga ancha bo'lgan. Yillar davomida ona, ishchi, rahbar bo'lib yashadim, lekin ayol ekanligimni unutgandim. Temur mening ana shu unutilgan men imni uyg'otayotgandek edi. Men bu tuyg'udan qo'rqdim. Dahshatga tushdim. Bu mumkin emas. U sening kuyoving, qizingning eri. Esingni yig'i Zuhra, deb o'zimni tunlari koyirdim. Ammo yurak aqlning buyrug'iga bo'ysunmas ekan. Bir kuni yozning issiq kunida hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. Unga qaraganimda o'zimni 45 yoshli ayol emas, balki yillar davomida sevgi kutgan 18 yoshli qizdek his qildim. Uning yoshligi, uning g'ayrati, erkaklik kuchi meni o'ziga ohangrabodek tortardi. Suhbat orasida u to'satdan hech kutilmaganda stol ustidagi qo'limdan tutdi. Men cho'chib tushdim, lekin qo'limni tortib olmadim. Tortib ololmadim. Uning kaftlari olovdek issiq edi. Zuhra opa, dedi u pichirlab. Uning ovozi hayajondan titrardi. Men sizga befarq emasman. Buni bilasiz, sezib turibsiz. Yuragim qafasdan chiqib ketgudek urardi. Xonadagi havo yetishmay qoldi. Men nima bo'lishini sezib turardim va men bundan o'lgudek qo'rqardim. Va ayni paytda butun vujudim, har bir hujayram bilan buni xohlardim. Temur, qo'ying. Bu gunoh. Biz nima qilyapmiz, dedim men zo'rg'a, ovozim bo'g'ilib. U o'rnidan turdi va menga yaqinlashdi. Juda yaqin. Gunoh nima o'zi, dedi u ko'zlarimga tikilib. Ikki insonning bir-biriga talpinishimi? Siz ona bo'lishdan oldin avvalo ayolsiz, Zuhra opa. Go'zal, istarali ayolsiz. U qo'llarini ko'tarib yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning barmoqlari yonoqlarimni siladi. Sizning bu go'zalligingizni, bu latofatingizni faqat men ko'ryapmanmi? Nega o'zingizni ko'nmasiz? Nega? Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. Mening qarshiligim, mening onalik burchim, jamiyatning qoidalari. Hammasi bir lahzada, birgina teginish bilan chilparchin bo'ldi. U sekin egildi. Men ko'zlarimni yumdim. Va u lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich. Bu shunchaki o'pich emasdi. Bu atom bombasining portlashi edi. Yillar davomida kutilgan, yashiringan, bostirilgan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning vulqon kabi otilishi edi. Mening butun vujudim erib suvga aylanib ketdi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga bosdi. Avval sekin, ehtiyotkorlik bilan, so'ng ehtirosliroq, talabchanroq. Uning qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Men uning qattiq ko'kragini his qildim. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik, bunday egalik qilish hissi ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. Men ham beixtiyor uning bo'ynidan quchoqladim. U meni ko'tarib olmadi, yetakladi. Asta o'z xonasiga boshlab kirdi. Bu mening qizim va kuyovim yotadigan xona, ularning nikoh to'shagi edi. Ammo o'sha lahzada bu dahshatli haqiqat mening xayolimga ham kelmadi. Mening miyam o'chgan, faqat tanam va hislarim uyg'oq edi. Xonada faqat tungi chiroqning xira nuri bor edi. Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi yomg'irning derazaga urilishi eshitilardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. Xuddi ma'budaga sig'inayotgandek tizzalarimdan o'pdi.
Keyin yuqoriroqqa ko'tarildi. U mening uy kiyimimning tugmalarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, tubsizlikka. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch, shunday bir erkaklik sehri bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. Kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening 45 yoshli, ammo hali ham tarang va parvarishlangan tanam xira nurda oqardi. Men uyatdan emas, lazzatdan va hayajondan qizarardim. Uning menga tikilib turgan, hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. "Siz mukammalsiz", deb pichirladi u. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning yosh, baquvvat, sport bilan shug'ullangan tanasi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Uning mushaklari taranglashgan, terisi silliq edi. U meni quchoqlab karavotga yotqizdi. Choyshablar sovuq edi, lekin bizning tanamiz bir-biriga tekkanda olov paydo bo'ldi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur va ma'noli edi. U shoshilmadi. Uning lablari butun tanamni o'rganardi. Bo'ynimdan, yelkamdan, ko'kraklarimdan o'pdi. Sekin ikkita ko'kragimni hovuchlab uchidan o'pa boshladi. Oh! Bu his, bu lazzat. Men buni unutgan ekanman. Tanamning har bir nuqtasi javob berardi.